Nima? Sen o'yinda yaxshi o'ynashni bilmaysanmi? Axir harakat qilyapman-ku va o'layotgan odam faqat men emasman. Meni jonim kam qolyapti, chunki sen o'ynashni bilmayapsan. O, Fushigiro. Nima qilyapsizlar? Ha, bu Zenli Zone deb nomlangan o'yin. Agar o'ynamoqchi bo'lsang shu yerda tur. Bizga xalaqit berma. Uni joni deyarli bir xapaga tushib qoldi. Men uni yutdim. Nima demoqchisan? Uni yutdim. Hammasini men qildim-ku. Nima demoqchisan? Uni jonini ko'p qismini men ketkizdim axir. Ikkalangiz ham o'z strategiyalaringizni ishlab chiqishingiz mumkin. Ha, bu siz. Bu jinni yana kim bo'ldi va nega divanimizda o'tiribdi? Ha, sizlarga aytishni unutibman. Xavotir olishni umuman keragi yo'q. U bizni Shibuyaga qutqargan. Demak, Zelnezonli denglar. Yangi versiya chiqqanini bilarmidingiz? Yangi versiya? Mashinada qatnash juda noqulay. Men o'z vazifamni tezda yakunlashim mumkin edi, lekin taxminimcha yana bir narsa sodir bo'lgan. Bu faqat C darajali darvozami? Unda tezroq tugatib uyga qaytaman. Men hech qanday yirtqich hayvonni sezmayapman. Undan ham muhimi, men hech qachon tirik odamlar bor zindonni ko'rmaganman. Qiziq, la'natlar degani nimani anglatadi? Darvozadan o'tganimdan beri hech narsa sodir bo'lmadi. U qizil darvozaga aylandimi ekan? Bu yerdagi hech narsa mantiqqa to'g'ri kelmayapti va hali ham la'nat nima ekanligini tushunganim yo'q. Nimaga qarayapsan? Ularning hammasi shunaqangi jirkanch bo'ladimi? Demak, ularni faqat yuqori darajadagi ovchilar ko'ra oladi. Qiziqarli.